Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin va al-aqibatu lil-muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni husn qabul qilsin deyriyo. Duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin. O'tgan juma musulmonning safardagi axloq haqida, musulmon musofirning axloq haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsak, musulmon kishi o'zini safarida rioya qilish kerak bo'lgan nuqtalardan 6 tasini aytib o'tgan edik. O'tgan darsimizda birinchisi ixlos. Ana shu qilayotgan safaridan xolis Allohni yuzini qasd qilishligi kerak. U pul topishlik maqsadida chiqadimi yoki bir ilm o'rganishlik maqsadida chiqadimi? Qaysi niyatda chiqishligidan qat'iy nazar Allohning rizosini qasd qilishligi kerak. Ikkinchidan, ya'ni o'zini kimligini unutmasligi kerak. Chunki shu safarda yurgan odamlarda ayrimlari kimligi esdan chiqib qoladi. Borib turib ana shu yurtdagi odamlarning kepatasiga kirib ketadi-da, uni kimligi o'zi ham esdan chiqarib qo'yadi kimligi. Uchinchidan, boshqalarga ibrat bo'lishlik. Chunki aytdik, ana shu o'zga yurtga borib turib, kimligini esdan chiqarib qo'yganlarga musulmon odam o'zini yurish-turishi bilan ibrat bo'lishiga kerak. Chunki ana shu yurtda yurib turib namozini o'qisa ham bo'lishligi, ana shu yurtda yurib musofir bo'lib turib shariat hukmlarini bajarish mumkinligini ko'rsatib beradigan ibrat bo'lishligi kerak. Beshinchidan, musulmon o'zini safarida yurar ekan, shu safari da'vat bo'lishligi kerak. Chunki shu musofir yurtlarda yurar ekan musulmon odam, ana shu g'ayridinlar islom haqida tushunchasi yo'qlari bor. Islom deganda ularga shakli buzib ko'rsatilgan ma'lumotni bilishadi. Haqiqiy musulmon bilan, haqiqiy musulmon axloqi egasi bo'lgan kishi bilan muloqotga kirsa, islomda nimaligini fe'lan ko'radigan bo'lsa, bu ular uchun da'vat bo'ladi. Hamda 6-dan, musulmon odam safarda yurar ekan, Alloh taoloni g'azablantiradigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu harom ishlar bo'ladigan joyda musulmon ishlamasligi, cherkovlar bo'ladimi, aroq magazin bo'ladimi, yoki qandaydir harom qilingan, shariatimizda man qilingan ishlarga yaqin yurmasligi kerak bo'ladi. Davom etkazamiz. Musulmon odam e'tibor qilish kerak bo'lgan ishlarni keyingisi bu g'ayridinlarning dunyolarini obodligini ko'rib, bunga ta'sirlanmasligi kerak. Albatta, ayrim g'ayridin bo'lgan mamlakatlarni ko'chalari tekizdir, asfaltlari, do'konlari to'ldirdir, hayotlari, maishatlari farovondir. Mana shu narsani ko'rib turib, kishi bunga aldanmasligi kerak bo'ladi. Nima qilaman endi o'zimizga borib? Ko'ryapsan, bu yerda hayot zo'r. Nima qilaman deb mana shu narsaga aldanib qolayotgan odamlar bo'lsa, bilib qo'ysinki, bu dunyo har qancha obod, har qancha bir go'zal bo'lmasin, bor yo'g'i bir imtihon. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Bu obodonchilik, bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'g'i bitta bir bezak, zinat. Nihoya qanday bo'ladi? Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shak shubhasiz uning, ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qancha umr ko'radi? Necha yil yashaydi? Qancha yeydi, qancha ichadi? Oqibati nima bo'ladi? Nihoyasi nima bo'ladi? Baribir bu dunyodan ketishlik bor. Bu safarda yurgan musulmon birodar, senga qiladigan nasihatimiz shuki, bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar, bu mashinalar, obodonchiliklar, pullar, matohlar bor yo'g'i yer yuzining ziynati. Seni ajal degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda, bularda birortasi sen bilan ketmaydi, birortasi senga asqotmaydi.
Alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan ziynatlarni yo'q qiladigan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Bor qilgan ham o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Esimizdan chiqmasligi kerak. Va bu yer qiyomat kunida almashadi. Boshqa yer bo'ladi. Yawma tubaddalul ardu g'ayril ardi was samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomat kunida intiqom oluvchidir. Bu yer almashadi, bu osmon almashadi, boshqa bo'ladi. Inson almashib ketadigan, vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak. Musofir birodar, sen musofirlikda yurar ekansan, agar diningni tashlab qo'ysang, ana shu g'ayri millatning shakliga kirib ketadigan bo'lsang, albatta o'lasan baribir kun. Qabrga kirar ekansan, kafaning kiradi, o'zing bilan solih amaling kiradi. Boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yer betida qoladi. Oila qani, mol dunyo qani, mashinalar qani, kiyim-kechaklar qani, pul qani. Hech narsa qolmaydi. Dunyoga aldanmaslik kerak musulmon. Agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti qat'iy nazar dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa, bu qattiq adashgan odam bo'ladi. Yo'q emas, o'sha esirpat yaxshi edi. Bir tinga bitta gugit berardi. Bir so'mga 7 ta non beradi deb turib, shu dunyosini, vaqtinchalik bo'lgan dunyosini farovonligini qo'msab, lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular? Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar, ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir. Hayot zo'r ekan shu yerda deb turib, shu yerda qolib ketishni niyat qilayotgan bo'lsa, diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa, shu hayotda o'ziga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bularni Alloh taolo jahannam joyi ekanligini xabarini beryapti. Qarang, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar. Qanaqa bo'lsa ham faqat yashasa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham yeyishi zo'r bo'lsa, kiyinishi zo'r bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi. Dindormi odam, dinsizmi farqi yo'q. Bularning oqibati Alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. Rasulullohning bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turar ekanlar, biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni izi chiqib qolar edi. Sahobalar ko'rib, "Ya Rasululloh, shu yumshoqroq narsa solib bersak bo'lmasmidi sizga?" deyishganida Rasululloh aytdilar: "Mali valid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha." Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling, sizga ham bir sharoit qilib beraylik deganda payg'ambarimizning javobini ko'ring. Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir daraxt ostiga tushib, damini olib, yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman. Bu daraxtning tagiga inson safarida dam olish uchun to'xtaydi. Damini olgandan keyin, hordig'ini chiqargandan keyin nima qiladi yana? Safarini davom etkazadi. Daraxtni ostiga to'xtashdan maqsad nima edi? Safarini davom etkazishlik edi. Maqsad daraxtda qolishlik emas edi. O'zingni yurtingdamisan, musofirmisan? Bu bari ana shu daraxt tagi. Uni obod qilaman deb yopishib olsang ham, bu yerdan surib chiqarib yuboradi. Bu yerdan ketaman desang ham sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu yerga. Dunyoga bog'lanib qolmaslik kerak akalar. Bu Allohning zikridan g'ofil bo'lib qolgan aka-ukalar mana shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Chunki hammamizning xaridorimiz bor. O'lim, ajal. Bu xaridor qaysi holatda keladi? Qayerda turganimizda keladi? Qanday kayfiyatda turganimizda keladi? Safarda turganingda keladimi?
olib ketdi. Ajal o'zini haqqini oldi. Agar sondiqqa solib seni yurtingga olib kelsa, olib kelishdi. Bo'lmasa o'sha yerda qolib ketasan. Nima bilan ketasan? Nima bilan qolasan? Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda, qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na mol davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina ana shu amallari, ana shu dillari foyda berar. Xulosa, musulmon birodar, sen g'ayri dinlarda yurtida yurar ekansan, ularda qolbiga tushib qolma. Shu yerlarda qolib ketaman, shu yerlarda bir yashayman deb xotirjam bo'lib qolmasin qalbing. Chunki sendan keyin farzandlaring kim bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Sen o'lib ketganingdan keyin orqangdan duo qilib qolish kerak bo'lgan farzandlar g'ayri dinlarning shakliga kirib, dinidan bexabar bo'lib, ehtimol dinsiz bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Nimaga bola boqilinadi? Nimaga tarbiya qilinadi? O'lganimdan keyin orqamdan duo qiladi, zurriyotim deb bola boqiladimi? Endi ana shu joyga tashab ketsang, ana shu joyda qolib ketishni niyat qilgan bo'lsang, bolalaring g'ayri din bo'lib ketishingda shubha qilma. Chunki o'zini yurtida yurganlar ham dinini mahkam ushlamaganlari ibodatsiz, itoatsiz, bir halol haromda farqiga bormasdan yashab, o'zini yurtida ham ayni yurtda odamlar. Endi u yurtda qolib ketsa-chi farzandlaring. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Qarang, Alloh taolo nima deyapti? Sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari aldab qo'ymasin. Ya'ni obodligi, shart-sharoitini zo'rligi, sveti o'chmasligi, yo'li tekizligi, benzini tozaligi, produktlarning ko'pligi, xullas sizni yurtingizda bo'lmagan dunyo obodonchiligi aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, ya'ni g'olibona kezishlar dunyoda ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay. Naqadar yomon joy u. 100 yil yashasin, 50 yil yashasin, bari ular ham o'ladimi? Abadiy qiyomat kunida nimaga qoladi ular? Abadiy hayotda qayerda bo'ladi ular? Fikr qilaylik, o'ylanaylik, yeydi, ichadi, baribir boradigan joyi aniq. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum. Kofir bo'lgan kimsalar esa mana shu hayotda dunyoning o'tkinchi lazzatlaridan foydalanib, chorva hayvonlari yegandek yeb ichurlar va ularning joylari do'zax bo'lur. Hayvondek yeydi, hayvondek ichadi, hayvondek dunyoda ne'matlanadi, lekin oqibati hayvonnikida qilib bo'lmaydi ularniki. Hayvonlar hayvondek yashaydi, yer ichib ne'matlanadi, tuproq bo'lib ketadi. Endi kofirlarchi, dinsizlarchi? Wan-nar mathwan lahum. Ularning borar joylari jahannam bo'ladi. Shuning uchun safarda yurgan musulmon birodar, sen musulmonsan, esdan chiqarma shu narsani. Sen bu yurtlarda vaqtincha yuribsan, tirikchilik uchun yuribsan. Aldanib qolma, ibodating qolmasin. Har boyaga aytganimiz, ajal degan xaridoring qachon kelishligini sen bilmaysan, shuni esdan chiqarma. 8-dan. Musofir odam agar imkoni bo'lsa, 5 vaqt namozni masjidda o'qisin. Agar imkoniyati bo'lmasa, eng kamida 5 vaqt namozni o'zini joyida, o'z vaqtida ado qilsin. Chunki bir kunda o'qiladigan 5 mahal namoz, hammasini yig'ishtirib kelsangiz, yarim soat vaqt ketar. Bilasizmi, har namozni o'qiyotganda kim bilan bog'lanyapsiz? Ulamolar aytadi, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak, Alloh bizga gapiradi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin deydi ulamolar. Bir kunda 5 mahal namozda turib Allohga gapirib tursangiz, dardlaringizni Allohga to'kib tursangiz, Allohni o'zidan so'rab o'ziga suyanib tursangiz, zoya qiladimi Robbingiz? Biz yurtlardan tijorat safarda, tijorat maqsadida yurganlarning ayniganlarini yaxshisi qaytaraman shu gapni. O'zini yurtidan safarga borib, ayniganlarning yaxshisi namoz o'qimay qo'yar ekan.
Bu yaxshisi. Aroq ichmaydi, zino qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi, lekin namoz o'qimay qo'yar ekan. Agar yaxshisi shu bo'lsa, yomoni qanaqa ekan? Voy ishonavering. Pivo ichib yuribsizmi? Aroq ichib yuribsizmi? Xariyalarga yuribsizmi? Bu yoqqa keladi xabar. Odamlarda sizni nima qilib yurganingizni ko'rib, yurtingizga xabar berishligi sizni qanaqa xijolat qilyapti? O'zingizni yurtingizga sizni pivo ichib yoki namoz o'qimay yurganingizni xabari kelishidan uyalib, ehtiyot bo'lasiz. U yurtingizga kelar bu xabar yoki emas. Ammo qiyomat kunida aniq so'raladi-yu bu narsa. Aniq bilinadi-yu, Allohdan uyalmaysizmi? Bundan tashqari, shu namozni o'qiydigan vaqtida ishni qizg'anayotgan odam, namoz o'qisam ishim avrimaydi deyotgan odam juda qattiq adashadi. Chunki rizq Alloh tomonidan keladi. Allohning xizmatini qilib qo'ydi, Alloh sening ishingga baraka beradi. Masjidga borib namoz o'qish haqida gapirdik. Agar musofirchilik endi qiyin, tushunamiz. Imkoniyati boricha. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Yarfa'ullohu laka biha darajatan va yahuddu anka khati'atan." Masjidga qadam bosib borishlikni o'zi gunohlarni kechiradi. Payg'ambarimiz aytadilar, u bosgan qadam sababli Alloh sen uchun bir darajani ko'tarib, bitta xatoni o'chiradi. Ko'tarib bossangiz, bitta savob yozildi, bitta gunoh o'chdi. Hali namoz o'qigani yo'q. Masjidga qarab nima qilyapti? Shuning uchun imkoniyat bo'lsa qaytarib aytamiz, imkoniyat bo'lsa masjidga borib o'qisin. Shunda insonlar bor, o'zini yurtida, bemalol sharoitida bo'lib turib ham namoz o'qimaydi. Hamma sharoit ko'tarib turib ham Ramazon oyida roza tutmaydi. Endi xuddi shunday insonlar safarda ham bo'ladi. Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah va iqomis solah va ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. U masjidlarda ertayu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na oldi sotdi Allohning zikr qilishdan, namozni to'kis ado etishdan va zakotni ato etishdan mashg'ul qila olmas. Shunda erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Rijalun deyapti. Erkaklar bor, oldi sotisi ham, ishi ham, hunari ham namoz o'qishdan, roza tutishdan, zakotni ato etishlikdan haqdorlarga to'solmaydi. Erkaklar ekanda bular. Ular muqimligida mana shu amallarda qanday mahkam ushlagan bo'lsa, musofir yurtga borganda mana shuni erkakligicha turadi. Agar yurtida erkak bo'lib turib, safarga borganda bu amallarni tark qilyaptimi? O'zi savol bersin o'ziga kimligi haqida. Ular kimlar? Ular dillari va ko'zlar istirobga tushib qoladigan qiyomat kunidan qo'rqurlar. Esdan chiqarmaydi bu erkaklar, ajal kelib qolsa ketib qolishligini. Juma namozini har qanday sharoitda o'qishlik kerak. Modomiki sen 15 kundan uzoq turasan mana shu joyda, demak juma o'qishlik senga vojib bo'ladi. Juma namozini o'qishliging bu seni qalbingga bir xotirjamlik ham olib keladiki, yolg'iz emasligingni, g'urbatda emasligingni bir his qilasan. Chunki masjidga borar ekansan, o'zingga o'xshagan musulmon birodarlaringni ko'rasan. O'zingni qadrdonlaringni musofir yurtda ko'rishing qanchalik bir xursandchilik narsa, musofirlar yaxshi biladi shu narsani. Ana shu masjidga borar ekan inson 9-dan islomiy birodarlik shuurini his qiladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Alloh aytadi, albatta mu'minlar birodardirlar. Ya'ni aka-ukadirlar. Alloh taolo qaranglar, arabning birodari, nemisning birodari, qozoq yoki o'zbek musulmon qozoqni birodar demayapti. Musulmonning birodari. Millati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shu masjidga bordimi, demak musulmon u. La ilaha illallohni u ham aytadi. Muhammad rasululloh u ham aytadi. Demak seni birodaring yaqinligini his qilasan. Yolg'iz emasligini his qilasan va musulmonlarda ko'p ekanligini ko'rasan. Shuning uchun kishi mana shu shuurni his qilib turishligi uchun masjidga borib turishligi kerak. Juma namozlarini qoldirmaslik kerak. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dedi Alloh taolo. Allohning ne'mati sababli birodarlarga aylandingiz. Arabni, Pokistonlikni, o'zbekni birodar emas.
Musulmon musulmonning birodari. 10-dan. Muhim masala bu. Musofirchilikda agar o'zi bilan olib ketgan bo'lsa, ayoliga e'tibor, ehtimom qilishlik. Chunki siz tijorat maqsadida borar ekansiz, ertalab ko'chaga chiqib ketasiz. Agar ayolingiz siz bilan birga borgan bo'lsa, uyda qoladi. Mana shu ayolni umri to'rtta devorning ichida bekorga o'tib ketmasin. Dinini ta'lim olishlikka sharoit qilib bering. Kitoblarni muhayyo qiling. Disk yoki bir ma'ruzalar, islomlar filmlarda olib kelib qo'yingki, sizni yo'g'ingizda mana shu narsalarni ko'rishlik bilan, mana shu narsalarni o'qishlik bilan vaqt o'tkazsin, o'qisin, eshitsin, o'rgansin, bekor o'tmasin. Telefon qilib xabar olib turing. Namozinglarni o'qib oldinglarmi? Qur'oninglarni o'qib oldinglarmi bugungi o'qigan vurdinglarda? Beparvo qolib ketmasin. Chunki Alloh taolo siz bilan biz erkaklarga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, ya'ni erkaklar bu yerda. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l farishtalar bo'ladi. Alloh ularga buyurgan ishga osiy bo'lmay, buyurilgan ish qilishadi. Demak, o'zimizga javob berganimizdek, oilamizga ham javob beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan odamlar bor. Ayoli va farzandlar. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan kishilarni zoya qilganligini o'zi bu kishi uchun yetarli gunoh. Bu nafaqat safarda, hazarda ham shunday. Uyimizda bo'lganda ham shunday. Xotinimiz va farzandlarimizga biz qarashimiz kerak edi. Ularni rioya qilishimiz kerak edi. Tarbiyasini, xuddi oziq-ovqati bilan kiyimini rioya qilishimiz kerak bo'lgandek. Bir erkak mana shu ayoli bilan farzandini, ta'lim tarbiyasini bekor tashlab qo'yar ekanmi? Zoya qilar ekanmi bularni? Shu gunoh bu erkak uchun yetarli gunoh. So'raylik o'zimizdan. E'tibor qilyapmizmi ayollarimizning tarbiyasiga? Yo kirib qornimizni to'yg'izib, ustimizni almashtirib chiqib ketyapmizmi faqat? Erkak kishining baxti to'rtta narsada. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali markab va solih ayol. Solih ayol kim edi? Kirib qarasangiz ko'zingiz quvonadi. Buyursangiz itoat qiladi. Yo'g'ingizda sizga xiyonat qilmaydi, moli joniga. Endi shunaqa ayol bo'lishligi uchun biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerakmi? Yo tayyorini istaymizmi? Tayyori bo'lmaydi. Chunki 20 yil turmush qilganlar ham, 30 yil turmush qilganlar ham buni aytishadi. Siz bilan biz aytgandek 100% bo'lmaydi. Lekin o'sha tarbiyasi bilan biz shug'ullanishimiz kerak. Agar tarbiyasini tashlab qo'yadigan bo'lsak, kimdandir o'rganadi. Erga qanaqa muomala qilish kerak, bolaga qanaqa muomala. Siz o'zingiz bermasangiz tashqaridan o'rganadi. Demak, musulmon erkak kishi qo'l ostidagi bo'lgan ayol va farzandlarini tarbiyasini beparvo qo'ysa, bu katta gunoh hisoblanadi bunga. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostidaglar haqida qiyomat kunida javob berasizlar. Farrajulu fi baytihi ra'in va huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bir erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida mas'ul bo'ladi qiyomat kunida. Safardagi birodar, ayolingni ta'lim tarbiyasini beparvo tashlab qo'yma. 11-dan farzandlarga bo'lgan e'tibor. Mana kimdir oilasi bilan safar qiladi, farzandlarini ham o'zi bilan oladi. Farzandlar masalasi juda bir nozik masala. Ayoli bo'pti, dunyo qarashi shakllangan, musulmonligini tushungan, yoshi katta bo'lgan bir odam. Endi farzandlarchi? Bularning qalb daftari hali to'lgan emas bir yozuv bilan. Agar shu qalb daftarini siz yozib to'ldirmasangiz, musulmon erkak ko'chadan yozib kiradi bu narsani. Faraz qiling. Safarda yurgan birodar. Bolangiz o'ynab, yerga yiqilib, qo'lini, kiyimlarini loy qilib kirdi.
to'g'ri uyni ichkariga kirgizib yubora olasizmi? Yo'q. To'xtatib, kiyimlarini yechib, hammomga olib kelib, qo'l betini yuvib, chiroyli qilib, yana uyga kiritasiz. Uyini iflos qilishligini xohlamaysiz. Endi mana shu bolangiz g'ayri dinlarda orasida yurib, g'ayri dinlarning tushunchasini olib, uyga kirgan paytda shu tushunchasi o'zgarganligini, shu tushunchasi noto'g'ri bo'lganligini payqaysizmi? Agar tek qo'ysangiz, loy kiyimlar bilan kirib, uyingizni rasvo qilgandek, agar tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz, ana shu g'ayri dinlarning kepatasiga kirib ketadi. Ana shularning tushunchasi bilan ulg'ayadi. Va otasi, onasini kimligini, o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yadi. Va boyaga aytganimizdek, siz uchun shu narsa yetarli gunoh bo'ladi. Chunki beparvo tashlab qo'ydingiz. Ko'chadan keldimi? O'tiring, suhbatlashing, savollarga javob bering, musulmonligini eslatib turing, bu yerda musofir ekanligi, bu yerda vaqtincha ekanligini gapirib turing. Agar kimligini siz eslatib turmasangiz, kim eslatadi unga? Siz uni faqat kiyimi bilan ovqatini muhayyo qilib, haqqi ado bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, bu tushaverani xom sanasiz hali. Chunki uni qonini, ustini siz qilmaysiz, ishonavering. Siz o'lib ketsangiz ham qonni ham to'laveradi, usti ham bo'laveradi. Sizning yagona ishingiz, yelkangizdagi bir mas'uliyatingiz nima edi? Tarbiyasi edi. Tushuninglar, tarbiya edi. Ha, shu musofir bo'lmagan aka-ukalar bizga ham tegishli. Ovqatini qilib beryapmiz, yaxshi. Kiyim-kechagini qilib beryapmiz. Tarbiyasi-chi? Robbisini tanitish, dunyoga nimaga kelganligini tushuntirish, dinni o'rgatish siz bilan biz yelkamizdagi vazifa edi. Endi xususan safarda yurgan birodar xushyor bo'lsin. Xushyor bo'lsin. Agar bu bola, yosh bola, o'zini yurtida bo'lganda ham qo'ni-qo'shnisidan, mahalla ko'ydan eshitib o'rganadi bu dinni yoki bir tarbiyani. Endi g'ayri dinni idishda qolib ketganda nima o'rganadi? Yo'qotib qo'ymang bolangizni. Yo'qotib qo'ymang. Ota kim, ona kim, aytish kerak, ta'lim berish kerak. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, yoningizga kelib tursin. Tushuntiring nimaligini namozni. O'zini musulmonligini esdan chiqarmasin. Tilini unutib qo'ymasin, tilini. Ha, shu g'ayri dinda yurtida yuribsizmi, tilini bilsin, o'rgansin, albatta maktabga boradi, lekin o'zini tilini esdan chiqarib qo'ymasin. Chunki diniy ta'lim beradigan kitob o'zini tilida. Ma'ruzalar o'zini tilida. Agar o'zini tilini esdan chiqarib qo'ysa, bu bolani tarbiya qilishi juda qiyin bo'ladi. Agar qanchadir muddat yashab, itoatsizlik qilishni boshladimi? Isyonni boshladimi? Hozirga aytganimizdek o'zini haqqini talab qilishni boshladimi? Men balog'atga yetdim. Men o'zim boshqaraman hayotimni. Men yo'l ko'rsatmanglar. Men nima qilishni o'zim bilaman deganga o'xshagan gap hidi keldimi? Zudlik bilan yurtga qaytaring uni. Agar yana bir yil qolib ketsa, shu tushunchaga kelib qolgandan keyin, shu tushunchaga kelib qolgandan keyin yana bir yil qolib ketsa, bolangizni yo'qotdim deb yurtingizga qaytarib oling. Kimligini, nimaligini, tomirini borib o'rgansin. Havas qilmay u yerda qolib ketishlaydi. Bu vaqtincha tijorat uchun, tirikchilik uchun yuribsiz. Chunki bu farzandlar qiyomat kunida bizdan so'raladigan nima? Omonat javob beramiz. 12-dan. Silai rahim. Ha, musofirlikda qanaqa silai rahim bo'lishi mumkin? Telefon bilan, birodarlar, telefon bilan. Ana shu g'ayri din yurtida uzoqroq yurgan odam shularni shakliga, shularga kepatasiga kirib ketgan. Telefon qilib so'rab qo'ymaydi, bir haftada bir marta ota-onasini holida. Kallalarni qimirlatishlardan ma'lum bo'ladiki, bundan nisbatan xabardorsilar. Bir haftada bir marta chop qo'ymay, internet degan narsa chiqib qolgan. Boshqa bog'lanish aloqalari chiqib qolgan, arzimagan tiyin chaqa turadi. 70 ga kirgan, 60 ga kirgan ota-onasi uyda o'tiribdi. Bir og'iz sim qoqib, "Tinchmisiz? O'tiribsizmi? Ishlayapman" deb qo'yishlikka nimasi yo'q? Vaqti yo'q. Nimaga vaqti yo'q bilasizmi? Ota-onasining holidan xabar olmaganligi uchun vaqti yo'q. Agar silai rahimni qilib qo'yganida sim qoqib bo'lsa ham, pul ketmaydi, qarang. Ana shu yetmayotgan vaqtingga Alloh baraka berar edi. Topayotgan rizqing birodar, shu ota-onangning duosi bilan barakali bo'ladi. Shu ota-onangning duosi bilan boshingga kelayotgan balo, qazolar daf bo'ladi. Shundan qizg'anasan. Nima kerak deydi telefon qilsa? Cho'nada deydi. Bu shunaqaki, esli cho'l nada telefon qiladi-da. Telefon qildim demak, bir narsa kerak bunga. Shunaqa tushuncha o'qigan. Agar bir narsa kerak bo'lmaganda cho'mas edi.
Albatta bu ma'ruzalarimizni eshitadigan safardagi akalarimiz shoyat mana shu masalani eshitgandan keyin darrov telefonni qo'liga olsa. 3-4 chaqa kerak bo'lsa, 3-4 chaqa topishlikka imkon bo'lsa 10 marta choladi bir joyga. 10 marta choladi. Ehtimol topilar bu pul, ehtimol topilmas, lekin choladi. Ammo omonat turgan qari otasi, qari onasiga cholmaydi. Bu ota-onalar pul jo'natishni talab qilmaydi. Tinch bo'lsang bo'ldi, qayerda bo'lsang bolam, xotirjam bo'lsang bo'ldi deydi. Faqat ovozingni eshitib qo'yishni xohlaydi. Chunki boqib katta qilib, xizmatini qilib deganda endi tirikchilik ketdi. Telefonda so'rab qo'ygan ham holimiz, vaqtimiz yo'qmi? Esimizdan chiqmasin, duosini olib qolaylik. Chunki g'animat bo'ladi ham safar tugab ketib qolishi mumkin ehtimol. Armon bo'lib qolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yadkhulul jannata qati'." Ay qoti'ur rahim. Qarindosh urug'chilikni uzgan odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz. Ya'ni qasddan uzgan odam. Biz beparvolik bilan uzib qo'yapmiz. Telefon qilaylik, hech bo'lmasa shu internetni ochib so'rashib qo'yaylik, salomlashib qo'yaylik, ko'p vaqt ketmaydi, ishonavering. Lekin bunga ichimizda xohish bo'lmayotganligi islom tabiatidan, musulmonchiligimizdan ancha uzoqlashib ketganligimiz belgisi. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumulloh fa asammahum wa a'ma absarahum. Diqqat qiling. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'lar bilan ham aloqalarni uzursizlar. Qarang, iymondan yuz o'girsanglar, shariatdan, diniylardan yuz o'girsanglar, yerda aniq buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'chilikni uzasizlar. E'tibor bering. Qarindosh urug'chilikni uzishlik, buzg'unchilik qilishlik iymondan yuz o'girganligining alomati bo'lyapti. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini pand nasihat eshitdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan, ko'r qilib qo'yilgandir. Haqiqatan ana shu musofirchilikda yurib aynigan odamga nasihat qilsangiz xolamaydi eshitishdi. Qilayotgan ishing noto'g'ri, tushib qolgan holating to'g'ri emas desangiz xolamaydi. Nimani belgisi bu? Haqiqatan iymondan yuz o'girayotganligini belgisi bu odam. Xolamaydi eshitishlikni, xolamaydi. O'zi biladi adashayotganligini, lekin shunga yoqib qoldi. Shu yoqib qoldi, odatlanib qoldi. Ar-rahmu muta'alliqatun bil arsh. Taqulu man wasalani wasalahulloh va man qata'ani qata'ahulloh. Payg'ambarimiz hadisda aytadilar: Rahm ana shu ona bachadon yoki qarindosh urug'chilik arshga osilib turguvchidir. Arshga osilib turib shu rahm aytadi. Kim men bilan aloqasini tikkalasa, qarindoshchilikni, Alloh aloqasini tikkalasin. Kim men bilan aloqasini uzsa, Alloh u bilan aloqasini uzsin. Alloh siz bilan aloqasini uzgandan keyin kimsiz siz? Nimasiz siz? Hushyor bo'laylik. Yurtimizga qo'ng'iroq chalib, nima bo'ldi? Hol-ahvolni so'rab turaylik. Kim uylandi? Tabriklab qo'yaylik. Kim vafot etdi? Ta'ziya bildirib qo'yaylik. Xabar olaylik, bu o'zimizga kerak. Axir shu qarindoshchilikni uzib qo'yib, ishlarimiz besham bo'lib ketmayotgandir. Yig'ishtirib qo'yib namozda, yig'ishtirib qo'yib qarindoshchilikni, umuman islomni yig'ishtirib qo'yib 5 bo'lib ketmayotgandir tirikchiligi. Sen birodar bu yurtlarda rizq talabida yuribsan. Rizq esa Alloh tomonidan keladi. Rizq Alloh tomonidan keladi. Seni ham, farzandlaringni ham rizqing onangning qonida turgan paytingda 121-kuni Alloh taolo taqdir qilib yozib qo'ygan. Seni qilayotgan mehnating bor yo'g'i bitta sabab xolos. Endi fikr qilib ko'r. Namozni, ro'zani, boshqa ibodatlarni tark qilishlik bilan qancha narsaga ega bo'lasan? Alloh yozgan narsaga. Lekin tark qilib turib topsang, bu rizqda ustida barakati bo'lmaydi. Endi ibodatingni qilsang ham shu rizq topasan, faqat barakati bo'ladi. Robbingga qayt, tavba qil, Allohga suyan, tavakkal qil, shunda hozir o'qiydigan oyatimizni ehtimol hayotingda voqeligini ko'rarsan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun
barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Tavba qil, Robbingga qayt, istig'for ayt, suyan, tavakkal qil. Alloh taolo har qanday mushkuladan chiqadigan yo'lni ham ko'rsatadi. Kutmagan joydan rizqingni ham beradi. Alloh har bitta ishda senga o'zi kifoya bo'ladi. Yo ishonmaysan bunga. Bu aytganlarimiz safardagi musulmonning axloqi haqida edi. Endi ana shu qarindoshlarini, farzandini yoki turmush o'rtog'ini o'zga yurtga jo'natib, rizq jo'natishligini kutib turgan, o'zini yurtida turgan, uyida o'tirgan kishilarga aytiladigan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, musofir musulmon safarda qanday bo'lish kerakligini bildik. Endi ularni yuborgan ota-onasi, turmush o'rtoqlari qanday bo'lishlari kerak? Kishi bolasini jo'natdi biroq. Kimdir kuyovini jo'natdi. Ana shu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik, mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaylik. Chunki bu jo'natilayotgan ozmi ko'pmi mablag' qanchalik mehnat, mashaqqat evaziga kelayotganligini o'sha yerda ishlayotganlar juda yaxshi biladi. Farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovning yurtida qanday qiyinchilik, mashaqqat evaziga, oilasidan uzoq bo'lib, g'urbatda yurishlik evaziga, qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bir kunning orzu havasga sarqib turib, 1 yillik mehnatini havoga uchirib yormaylar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandinglarga yoki kuyovlaringlarga. Axir ular keyin ham kerakdir o'slarga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yda o'tkazsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, top kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tasqapardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol 1 yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. Insof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar bolalaringlargacha hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. U o'zga yurtlarda qanday bir xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi, aytmaydi sizlarga. Jo'natadi bolasini. Bor pul topib ketdi. Na hunari bor qo'lida. Na tilni biladi. Na cho'ntagida bir 4 ta so'm puli bor. Jo'natadi-da 2 oydan keyin pul jo'natdi. Uchi bunaqa bola, qo'lida hunari yo'q, puli yo'q, tili yo'q bola. O'zi bir tom topib yotishi, o'sha kunlik ovqatini topib yeyish ham katta narsa o'zi. Ukalar, o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirikchilik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib boringlar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishinglarni topishinglar oson bo'ladi. Faqat qora mehnatga qolmaydi kuninglar. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushida tafsilotlar juda ko'p, lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi, puli kelayotgan odamlar insof qilaylik. Alloh taolo ana shu safarda yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasb-koriga barakot bersin.